Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tunishtiramiz. Xitoy amaldori azon to'lolmaydi, chunki hamma odamning qo'lida soat bor dedi. Xitoy bosh konsuli yangi saylangan Istanbul shahar boshlig'ini tunji bo'lib ziyorat qildi. Sharq Turkiston Lobnur Uyg'urlarining to'y madaniyati haqida. Malayziya bosh ministri Xitoy bilan texnik kuchli munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini bildirdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Erkin Asiya radiosi xəbərdə Amerikadakı bilim borik xəbərlərinin muxbiri o'tgan hafta Xitoy hukumatı tashkil etgan chet el muxbirlar umiki bilan Sharq Turkistonning Urumchi, Qashqar, Xotan qatorliq shaharlarni ziyorat qilgan. Bilim borikning muxbiri 22 aprel kuni o'zining shu qatimqi ziyoratda ko'rganlarini, shohid bo'lgan hodislarni, Qashqar va Xotanning vaziyatini, Xitoy hukumati kasbiy tarbiyalash markazi deb ta'riflayotgan o'rinlarning ahvolini tafsili xabar qildi. Xitoy tutqundagi musulmonlarning Xinjiangdagi qayta tarbiyalash lagerlarida ixtiyoriy turayotganligini ilgari surdi. Sarlavhalik xabarda Qashqar Yengshar noyasidagi 3 qavatlik tarbiyalash markazi tonishtirilib, Xitoy amaldorlari bu yerdagi Uyg'urlarni o'z ixtiyorligi bilan kelgan desimi, lekin ishik darajasi to'mir rishatka bilan qoplangan bu o'rindagi Uyg'urlarning sirtqa chiqolmaydiganligini bildirgan. Xabarda bayon qilinishicha, Qashqar Konishar noyasining hokimi Mehmet Ali bilim borik muxbirining agar Uyg'urlar bu yerga kelishni rad qilsa qanday bo'ladi degan savoliga, agar ular kelmasa adliya organlariga topshiriladi degan. Qashqardagi Wang Chiubin ismli bir yerlik partiya rahbari Qashqarda hamda azon o'qilmaydiganligini, chunki hamma odamning qo'lida soat borligini ilgari surgan. U yana soqol haqida to'xtalib, soqol qo'ygan Uyg'ur yoshlarini Fransiyada portilgan seriq chaponliqlarning norozilik namoyishiga selishtirgan. Doirlar yana muxbirlarni Xotanning Qarqash noyasidagi atalmish bir kasbiy tarbiyalash markazini ziyorat qildirib, bu o'rindagi Uyg'urlar bilan so'zlashishga yo'l qo'ygan. Bu o'rindagi Uyg'urlardan har qatim ularning qanday jinoyat sodir qilganligi so'ralsa, ularning har qatimda xuddi yodlab olgandek o'xshash so'zni takrorlashi muxbirlarning diqqatini tortgan. Men burun ashqulluq idisi bilan yuqumlangan. Men bu yerga o'z ixtiyorligim bilan keldim degan bu so'zlar bu tarbiyalash markazidagi Uyg'urlar izchil ta'kidlaydigan so'zlar ekan. Xabarda qayd qilinishicha, Uyg'ur Abnum rayonlik tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Shugo Xiang bilim borik muxbirining nemishqa Uyg'urlar o'xshash so'zni takrorlaydi degan savoliga chet elliklarni ko'rib pek jiddiylik ketgan bo'lishi mumkin deb javob bergan. Xitoy bosh konsuli yangi saylangan Istanbul shahar boshlig'ini tunji bo'lib ziyorat qildi. Akram Imomog'lu yangidan shahar boshlig'i bo'lib saylanib vazifa topshirib olgandan keyin 22 aprel kuni Xitoyning Istanbul turishliq bosh konsuli Juvey Akram Imomog'luni tunji bo'lib tabrikladi. Shundaqla ziyorat jarayonida Istanbul bilan Shanxayning qarindosh shahar ekanligini tilga olib, Xitoy bilan Turkiya orasidagi siyosiy, tijoriy, madaniyat va iqtisodiy jihatlardagi munosabatlarning yaxshi ketib borganligini, shundaqla bu munosabatlarda Istanbulning intayin muhim o'rinda turganligini ta'kidladi. Akram Imomog'lu Istanbuldagi Xitoy bosh konsulining o'zini tunji bo'lib ziyorat qilganligi va tabriklaganligiga tashakkur etadiganligini bildirdi. Istanbul shahar boshlig'i Akram Imomog'lu bilan Xitoy konsuli Juveyning dastlabki 5 minutlik suhbati muxbirlarga ochiq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo keyingi 25 minutlik suhbati muxbirlarga yipi qalda elib berilgan ekan. Malayziya bosh ministri Xitoy bilan texnik kuchli munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini bildirdi. Xitoyni ziyorat qilishdan ilgari Xinhua xalq agentligining ziyoratini qabul qilgan bosh ministr Mahathir Malayziya Xitoy munosabatlari ustida to'xtalib, Malayziya Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyodagi savdo markazi bo'la oladigan alohidaligiga ega ekanligini bildirgan. Bu qitimliq ziyorat Mahathir bosh ministr bo'lgandan buyon ikkinchi qitim Xitoyni ziyorat qilishi bo'lib, ikki davlat munosabatlarini texnik kuchaytirish ekanligini bildirdi. Bosh ministr Mahathir Xitoyning rayonlik siyosiy to'g'riliq ko'z qarashini Beijingda chaqirilgan bir balvoq bir yo'l munbirida o'tirib qo'ydiganligini eskartgan. Bir balvoq bir yo'l strategiyasining rayon davlatlarga foyda olib keldiganligini aytgan Mahathir, bu strategiya Turkisida nurg'ulg'an paraxot Malayziya bilan Sharqiy Janubiy Osiyo orasida qatnaydiganligi, shundaqla Xitoy bilan rayon davlatlari o'rtasidagi savdo texnik taraqqiy qiladi dedi. Mahathir Malayziya bilan Xitoyning xalqaro savdosining rivojlanishida muhim rol o'ynab kelayotganligini eskartib, Xitoy bilan Yevropaning dal o'rtasida Malayziya bor. Shunga Malayziya Xitoydan kelgan savdo mollari Janubiy Osiyo davlatlari birligi rayoniga tarqaladigan markazi bo'lishi mumkin. O'xshashla Yevropadan kelgan savdo mahsulotlarimo dastlab Malayziyaga kelib, orqadan Xitoy va boshqa davlatlarga tarqalsa bo'ladi. Malayziya Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyodagi savdo markazi bo'la oladigan alohidlikka ega ekanligini, Xitoy bizga yaxshi ulgu bo'la oladi.
taraqqiyot sohasida Xitoydan nurg'un narsa o'rganaymiz degan. Lopnur Uyg'urlarning to'yga tayyorlik qilish va to'y odatlari boshqa rayonlardagidan farqli bo'lib, ularning uzun muddat ayrilib yashash va jafoliq turmush sharoiti ularning hayotida umidvor ruh, jasurlik bilan yashash irodasini shakllantirgan. Balalar bir-biriga o'ynab kelib ketib yurgan chaqlardan boshlabla o'g'il tarafning onasi nishonlangan qizning kelgan vaqtidan foydalanib, qizga to'ydirmay uning ko'nglikining etikining bir yerini kesib qo'ydi. Qiz tarafning onasi o'g'ilning beshiga yoki murisiga bir kalta oq ipni esib qo'ydi. Balalar uyga qaytganda buni ko'rgan ota-onalari balalarimizga loyiq chiqibdi deb elchi kutdi. Elchi berishda 9 dona beliq peshini pishirib, dasturxon ko'tarib bordi. Qiz taraf muvofiq ko'msa 9 dona beliq peshini pishirib, dasturxonni yondirdi. To'y ko'chirish va to'y murosimi jarayonidami boshqa yurt kishilarining to'y murosimlarida bo'ladigan beit etish, o'yin tomosha faoliyatlari o'tkazilib, boshqa yurtlarda bo'lmagan murosim qoidalarini birlikda elib berildi. Qizni ko'chirib akaganda avval kelinchakni o'tdan sakrab o'tkazdi. Ondan eshik oldidagi daraxtning tubida o'ltirg'izdi. Buning ma'nosi qizning oilaga xuddi daraxtdek yiltiz tortib ketishini tilash ekan. Qiz uyga kirgandan keyin ostiga tosh qo'yilgan ko'piga o'ltirg'izildi. Buning ma'nosi oilaning ho'li toshdek ching bo'lsin deganlik. Qiz yigitning qo'liga yigitning singlisi suv berdi. Kelin qo'lini yuvib olgandan keyin singilchaqqa rahmat etish ma'nosida barmoqidagi uzukni chiqarib dasga tashlab qo'ydi. Qo'lga suv berilgandan keyin yurt cho'nglari so'z qilib qiz yigitga duolarini va orzularini aytdi. Orqadan 4 dona oltin rangli sanduq keltirildi. Bu sanduqlarning birinchisi sadoqat sanduqi, ikkinchisi hurmat sanduqi, uchinchisi halovat sanduqi bo'lib, har bir sanduqqa tilaklar tilab qiz yigitga sovg'a qilinadi. To'rtinchisi ota-onalarning ularga qilgan sovg'a salom sanduqi bo'lib, uyga kerakli lozimatliklar sanduqi. Oxirida to'y ma'rikasi mashrab bilan oyoqlashadi. Lopnurliklarda narsa o'g'irlash to'y bo'lib, ikkinchi kuni atdiganda yigit qo'ldoshlari bilan qizning ota-onasining uyiga salomga borganda elib berilgan bir xil faoliyatdir. Narsa o'g'irlash simvollik xarakterga ega bir odat bo'lib, u o'ziga mujassamlagan mazmuni intayin cho'nqur. U hargizmi mundaqchilik o'tkazilib qo'yiladigan rasmiyat xarakterdagi narsa bo'lmasdan, balki uningga qo'yiladigan talab intayin qattiq. Ular nima uchun to'yda narsa o'g'irlashdan iborat bu xil usulni qo'llanadi deganda, buni tovandik ikki tarafdan tushunishga bo'ladi. Biri o'g'irlab kelingan narsalarni yangi to'y bo'lgan qiziga turmushida ishlatsa nikoh ching bo'ladi deb qarab, narsa o'g'irlangan uydagi cho'nglarning bir umr inoq ittifoq o'tganligiga bo'lgan havasini ifodalaydi. Hamda ashularning qo'lidan o'tgan narsalarning o'zlarining turmushiga baxt saodat olib kelishini tilaydi. Yana biri uydan amdil ayrilgan qizni ilgari ota-onasi va o'zi ishlatgan narsalarni ko'ndi ko'rib turish imkoniyatiga ega qilish orqali ularni o'z yenidikdaklar his qildirib qizning damalliqqa yolg'izlik tortib qolishining oldini olishdan iborat. Buningdan boshqa o'g'irlaydigan narsalarning simvollik tusga ega. Masalan, chini bilan chaynak, qulub bilan ochqoch. Chini o'g'irlasa jup bo'lish shart. O'g'irlangan narsalar asos jihatdan bir-birini shart qiladigan, biri bo'lmasa yana biri mavjud bo'lolmaydigan narsalardan iborat. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.